Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun do'stlarimizga Toshloq tumani Martda olib beryapmiz. Mana shunaqa holatni ko'rib turishingiz mumkin. Xohlasa ikkinchi etagiga, birinchi etagiga mana o'zining chiroyli holatda ishlarni berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, nima ko'rishmaydi. Ovozimiz bo'lishi mumkin. Ko'rinmay turgan bo'lsa, u rastorda urilganligini hisobiga, yog'inchasida urilganligini hisobiga o'zini chiqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Xuddi shu g'ishlarda oddiy turpoqqa uradigan bo'lsa 100% sho'r chiqmaydi. Lekin 100% garantiya chiqmaydi demaymiz, ozmoz chiqishi mumkin deyapmiz. Mana rastorda urilgan holatida ham deyarli umuman sho'ri chiqmagan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 10 mingtalik, 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta, 6 mingtalik mashinalarda chiroyli holatda yetkazib beramiz. Narxlari joyiga qarab aniqlanadi. Mana holatni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda mana bu tomonga mana urilganida, mana deyarli ko'rishingiz mumkin. Deyarli sho'r chiqmagan. Mana sesmani yon atroflaridan ozgina ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu tomondan ichkariga kiradigan bo'lsak, mana boshqa holatni ko'rishingiz mumkin. Bu tepalarda bor. Sementdan oqqan suvlar hisobiga tepalarda bor. Mana bu tomonlarda deyarli sho'ri umuman chiqmagan. Kimga mana shunday mana ko'rishingiz mumkin, mana yaltallab turibdi. Atlasni holatdan o'ta baquvvat, o'ta chiroyli holatda. Do'stlarimiz kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab shu ishlarni ko'rsatib beramiz. Bu yerga xohlasa chiroyli holatda klinika qurilyapti. Mana birinchi etajni polni o'zimiz olib berganmiz. Mana ikkinchi etajga mana xudo xolasa bugun 20 mingta qishlik berdik. Shu holatda ham deyarli umuman sho'ri chiqmaganligini hisobiga chiroyli holatda kirasi yana olib beramiz deb aytishdi. Chiroyli holatda olib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa mana katta yo'lda bo'yda ekan, bemalol ko'rishlari mumkin. Tumari Sofilar mahallasi ekan. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.